Diqqat! Yangi qaror. Xorijda ishlash uchun ketayotgan fuqarolarga yordamlar belgilandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 2025-yil 22 aprel kuni O'zbekiston hukumatining yangi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, mehnat migratsiyasida bo'lgan fuqarolarga davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari belgilandi. Xorijga ishlash tayyorlash markazi tashkil etiladi. Bu markazda yagona darcha uslubida barcha zarur xizmatlar bir joyda ko'rsatiladi. Masalan, hujjat tayyorlash, maslahat olish, test topshirish va hokazo. Arzon va qulay avtobus qatnovlari. Xorijga ishlash uchun ketayotgan va qaytayotgan fuqarolar uchun arzon transport yo'lga qo'yiladi. Bu yo'ldagi ovoragarchiliklarni kamaytiradi. Subsidiya, kompensatsiya va rag'bat tashkillashtirilgan holda ishlash uchun xorijga ketayotgan fuqarolarga quyidagi yordamlar beriladi. Bu yordamlardan foydalanish uchun xorijda ish elektron tizimidan ro'yxatdan o'tish kerak. Davlat qoplab beradigan xarajatlar chet tili yoki kasbiy imtihon uchun agar muvaffaqiyatli topshirib sertifikat olsangiz 3 baravar BXMgacha olishingiz mumkin. Ichki viza olish xarajatlari 5 baravargacha. Samolyot yoki avtobus chiptasi uchun xarajat 2 baravar BXMgacha. Ustozlar ham rag'bat. Nemis, ingliz, yapon va koreys tillari bo'yicha B1 darajadagi ko'p bitiruvchi tayyorlagan 50 nafar o'qituvchiga 50 million so'mdan pul beriladi.